qarab fursat hamon tayyorni tanlar tirishmagan qoladi qarab fursat hamon tayyorni tanlar ajr qilgan oladi javob naf bermaydi quru xiyollar ajr qilgan oladi javob naf bermaydi quru xiyollar Mangmaydı takdir Kiler insan bu hayatga bir Körsetmegin Hiç kişiga qir Tusup qo'yar Seni davallar Körsetmegin Hiç kişiga qir Tusup qo'yar Seni davallar Ümit, en yaxshi uyda Necat molimni gapini chiqarma. Bo'lmasa dadimiz yana saranliq qiladi. Faqat zehningni yig'ib, to'pni yaxshi tepsangli bo'ldi. Biz maktabdan aylab qolsak bo'lmaydi. Voy, tinchlikmi? Yaxshimisizlar? Ümit, qo'ling qandaqroq? Xili yaxshi. Cho'ng chataq yo'q, azroq so'lib ketib qo'yshi. Mudir. Ha. Maktabdan qo'yib berganda Ümitni ib qolmasangiz bo'ladi. U to'pni yaxshi tepmasa, dadimiz yana Men dadanglarga to'xtamay telefon qilyapman. Lekin u faqat telefonni olmadi. Apanglarning telefon nomerini deb bergan bo'lsanglar bo'pti ekan. Men apanglar bilan aloqalashsam. Bizda uning telefon nomeri yo'q. Ha? Undaqda sizlardan ansirab qolmamdi. Men tushuntirib qo'yay, mudir. Ha, maylamisa. Ümit, qo'ling yaxshilanganda cho'qim yaxshi to'p tepchimi bola? Ma'qul. Ma'qulamsa. Xo'jayin, nereden yaxshiroq qo'yguch sitvoqli bo'lar? Bu yerdagi hammasi sayko'xtat. Ko'rmadingizmi? Oldi tarafga 200 metr mangsangiz shu yerda ko'p sotadigan yer bor. Bu yoqqa 200 metr mangimda? To'g'ri. Rahmat, Arzimaydi. Hay, juma kuni zodi nemish bo'ldi zodi? Qandoq deysiz? Hamma bolalar sizni eksamlar urishdi deydi-ku. Eksam texi yangratquni beshingizga etibdi-ku. Hammasi akufga ishkinglarni eksamni ko'rmagachga shunda qilyotdi deydi. Biz ko'rmaydiganmiz? Ha. Bolalarning hammasi shundaq damda. Hammasi bag'u bir jangalning bo'rlari. Tas qolgan yangratqo'y eksamning beshiga tushgili men berib qutqizib oldim texi. Ha, nim bo'lsa, yelimi yaxshi u yangratqo'y beshingizga tegib ketmabdi. Hay zodi nemish bo'lganda tafsili deb beraman shuni. U kuni biz musiqa darsi o'qidik-ku. He, Ümit shu vaqtda jazo olinayotgan. Hammanglarning xabarida bor. Buni yolg'iz qolmasin deb hamra bo'lay deb kelgan. Siz Ümitning sizni qutqizib olganiga qanday javob qaytaray deb o'ylashyapsiz? Voy. Mening ya buning yordamiga ehtiyojim bo'lmasa, o'zini ko'rsatkisi kelib shu. Hay, Ümit to'xtang, sizga bir narsa ko'rsatay. Qarang. Hey, bu eliqi Ha? Musiqa musobaqasi. Biz qatnashadigan eliqi musobaqa shu. Ajab obdan bo'pti. Cho'qim qatnashimiz shundaq-ku. Qani afkam yaxshimi? Yaxshimi? Go'shtirangning qariroq yerlari bormi-da? Ba. Yaxshi yerlari bor. Mas sannomchu.
chiroyli xiyallari bor. Kilosi necha? 67 koy kilosi. 67 koy? Ha. Eng yaxshi go'shtlar. Hamsa qariroq yerdan 1,5 kilo kesib bera olamsan. 1,5 kilo go'sht sotmadik. Parcha go'sht sotmadik. Ufqam, Eng az 1,5 bo'lganda kilo? 1 kilodan sotamiz. Ufqam 1,5 kilog'im pul bermayman. Shundaq bo'lsa-mu, rostila 1,5 kilodan go'sht sotmadik. Az degandimi 1 kilodan sotamiz. Nerede satıldı? Yo'lning qarshi tarafida bor. Mal go'sht necha kilo chiqar? 8 kilo chiqar. Hamma narsam necha pul bersa? 500 koy. Necha pul? 500 koy. 500 koy? Ha. Shundaq yaxshi go'shtlar, ta'mi yaxshi. Hey! Topni tepib yuta. Ha, mana. Ben sizden bir iş sorayım. Nefise yakında benim gepimni qilib baqdimi qilmadi? O sizin topni bek yaxshi o'ynaydi deydi. U birov qilov bilan pek yaqinlashib ketmagandi. Bir o'g'il bola uni muhabbat xat yozganda, u naq maydonda yirtibdi. Qicha. Demak, uning ko'nglida men bor ekanman. Yo'q, mana bu javob berdim. Siz bilmamsiz? U Umidni yaxshi ko'rdi. Nima? Hey. Hey! Faqat men eng yaxshi ko'rgan Shaymaning maqsadlariga erishdim. Bak yaxshi. Bek yaxshi ekan, bek yoqtirib qoldim. Shundaqmi? Ajab yaxshi. Mana bu sizning qahvangiz. Rahmat. Rahmat. Arzimaydi. Bundan keyin bu yerga chiqchiq kelib turaylik, ha? Cho'qim kelamiz. Shirali. Kela adash. O'zing yaxshi turdingmi? Yaxshi. Bu chiroyli qiz. Ismim Faziliya. Ha. Mening ismim Kerem. Sizni ko'rib, bakli xushal bo'ldim. Bu yoq tunishtirib o'tay. U mening hamkorlashquchim. Burun bir ish bilan hamkorlashib boqqan. Ha. Nima ishdi? Bak esimni qolmabdi. Ha. Esimni qolmabdi-da. Ishlar qanaqroq? Yaxshi. Tek xo'sh xabarim bor hozir. Ha? Xo'sh xabar? Ha, qani. Xo'sh xabarni anglaylik. Tek vaqti kelmadi. Vaqti kelgan chaqda men sana ayrim dey. Vaqti kelmadi? Ha. Undaq bo'lsa ayrim deysham-doq. Ha. Ma'qul. Ayrim deyshayli. Ha, ma'qul. Bo'ladi-damsa. O'ltiraveringlar. Amsa ayrim deyshayli, ha? Ma'qul. Nag bormas? Bu degan maxfiy. Dang. Qarang. Pechatmikan? Voh. Payzika, mushundoq cho'ng pianino bo'lsa, payzi bo'lmamdi. Bizning muzik sinfmi bu? Ha, bizning yangi muzik sinfimiz. O'tiring, men sizga yangi naqsh chep beray. Ma'qul. Qandaqkan? Payzikan, bu muzika... Bu muzikani biz musobaqa uchun tayyorladik.
musobaqaga? Ha? Shu burun anlab baxmabdi ekanman. Bu musobaqaga qancha muzika ketar ekan? 4-5 naqsh ketadi. Anglasam bu musobaqada yaxshi natijaga erishganlar buningdan cho'ng musobaqaga qatnasha oladi ekan. Uning ustiga texi yaxshi ovoz musobaqasiga qatnashma ehtimolli bor ekan. Bu degan yaxshi fursatchimi? Voh, undaq bo'lsa, bu muzikaga ozroq bir narsa qilsak bo'ladigan o'xshaydi. Ha, shuni sizni izladim emasmi? Cho'qim yordam qiling-jimi, Umid? Menmi qatnashamda? Ha? Siz menga yordam qilsangiz, texmi yaxshi chiqara olamiz. Mening musobaqam bor tursa. U musobaqangizni cheklayotgan-ku. Ha, uni bekor qilyapti. Hozir maydonga qaytib keldim. Ha, dadangiz kelib urushgandan keyin shunday qilibdi-da. Undaqmi emas. Shu to'g'ri kelib qoldi. Bu bek muhim musobaqa. Siz menga yordamlashib, naqshlarni yezishib bergan bo'lsangiz, cho'qim yaxshi natijaga erisha oladiq. Shunga cho'qim yordam qiling-jimi, Umid? Sizning yordam qilishingizga bek muhtojman. Ma'qulmi, Umid? Gap qiling, ha? Voy, Rana. Yani kitap görüp o'ltiribsiz-ku. 20 minutdan keyin musobaqaga bormoqchi edik-ku. Shu Nijat, bugun faqat mijozim yo'q qarang. Boramaydigandek qilaman. Qaraganda men sal yaxshi bo'lgandan keyin ondan musobaqaga borsam bo'g'dak. Voy, undaq bo'lsa, menmi bormay bo'ldi. Voy, yo'q, undaq qilsangiz bo'lmaydi. Siz beravering. Lekin men kitob ko'rib damog'ash o'ltirib turman uyda. Bu siz bundaq tursangiz, men qanday xotirjam borman? Voy, yaxshi. Siz bormisangiz faqat bo'lmaydi. Bo'lmasa kechikib qolasiz. Ketavering. Mendan xotirjam bo'ling, ha. Men uyda o'ltirib turaman. Ketavering bo'ldi. O'zingiz yaxshisiz, ha? Voy, yaxshi, ansirmay ketavering bo'ldi. Ya odam, darhol ma'musingiz kechikisiz. Qismla. Yo'q, ketavering. Sizga omad tilayman. Menga bering. Amsi men beribli kelay. Ma'qul. Bo'ladi amsi. Xo'sh. Xo'sh. Boshlandi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Nafisa xato qilding. Bunda qilsa adash. Qara, peshida mundaq, ondan qo'lni mundaq uzun qilamiz. Ondan keyin ma'qul, ma'qul. Mushunga diqqat qilinglar. Ma'qul. Mudir yaxshimisiz? Mudir yaxshimisizlar? Mudir, komandamizga yaxshiroq qism qo'ysak bo'ladi. Ha, futbolni yaxshi ko'rdi ekan-sizda. Maktabning shon-sharaf uchun nima ish qilsam arziydi, mudir? Undaq bo'lsa, yaxshiroq ismdan birini tanlasak bo'g'dak. Shu yaxshiroq ism tanlasak bo'ladi. Nijat muallim, bu yoqqa keling. Nijat muallim. Muallim. Ha, yaxshimi? Yaxshimisiz? Mashg'ul o'tamsizlar? Ha. Nijat muallim, maktabimizning komandasiga Umid komandasi deb ism qo'ysak, sizningcha bo'ladimi? Voy, nihoyatda yaxshi ism tanlabsizlar-ku. Bo'ladi, chataq yo'q. Ha, bek chiroyli qism ekan. Shundaq qilaylik. Aras, Nafisa. Yanfuringizdan suratga elish aniqligi qandayroq? Yaxshi, shundaq yaxshi. Undaq bo'lsa, bugungi bu maydon musobaqani siz yanfuringiz orqali simga ep qo'ysangiz qandaq? Ma'qul, simga elib to'rga chiqarsam, texmi jiq odam ko'ra oladi. Bo'ladi. Sizlarga tushuntirgich lozimmi? Sizlarga musobaqa tushuntirib, bitta musobaqaga yasa chiqib beray. Bo'ldi, sizlar mashq qilaveringlar. Mashq qilaveringlar. Ha, ma'qul, xo'sh. Ey, bak qalaymiqqan jimo bularning komandasi. Yang'ag'an ayqimni upurtitidigan bo'ldi-da. Eksan. Ha? Qarshi tarafni bo'shaqlashga bo'lmaydi. Ha? Ularning top tepish texnika maharatining tuvanligiga qarabla hukm chiqarish aqlonlik ish emas. Ma'qul. Tushundingmi? Oldingi yarim maydon musobaqada ularning komandasiga Ilyar xeyli o'zini ko'rsatib qo'ydi jimo. O'g'u xeyli yomon. Ularning texnikasi qanaqroq muallim? Ular qaytarma hujum bilan mudofaaga nihoyat usta. Salla diqqat qilmasang, topni urvatdi degan gap. Undaq bo'lsa bizmi sezgur turmasak bo'lmaydi ekan. Dal, seni maydonga tushirishga maqsadim-mi? Mana mushu. Terner, bizim bu qatim mudofaani kuchaytirib, undan keyin hujum qilsak bo'ldi-ganda. Sen keyingi maydon musobaqada tushgun. Hozir jur'at bilan umid tutsin. Tayyorlaninglar. Bo'ladi muallim, ma'qul muallim. Terner yomon nep qo'yibdi-da oxirga. Sen nima demoqchi? Nima bo'ldi? Men senga deb qo'yay. Men bichyotsizlar. Hey. Eshitma. Qaramamsan.
u boshqalarning ko'ngliga azor berishini biladi. Mana Aras, dadimiz-chi? u xijil bo'lib kelamadi. Direktor. mening maoshimni 你的工资嘛，今天晚上给你啊，明天嘛你就不要来了啊。 Men shundoq yaxshi ishlayapman-ku. Nimishqa ertadan boshlab kelmagidekman. 你工作很好，也有力气，但是呢，你之前呢，那个我们打坑的时候，那个帮车来了以后加料，你说嘛，十几秒钟嘛，这个报管子，后来我们管子给报了。 Voy, o'xshmaslik bo'pti, u mening masalam emas. Material ta'minlaydiganlarning ishi deyman. 那个话又说回了，还有一天加班的时候晚上要去进料，你说跟别人要打赌，说今天晚上要停电，结果呢电也停了啊，让我们损失很大呀。 o'zingizni tutib ha. Umi mening ishim emas. U degan tokchining ishi tursa. 不管怎么说，你那个嘴嘛存在着很大安全隐患，你这样说出来了嘛，事情都出来了，所以我们不敢用你了，害怕了，知道吗？ O'zingizni besib olsangiz-chi, men shundoq yaxshi ishlayapman-ku, ha? Men bek tirishayapman. 确实我们不敢用你了。 Menga bir qatam fursat beringlar-chi. 哎，走吧，走吧，走吧，走吧。 Men mo'ringizni tutib qo'yay, ha? 哎，不行不行，你还是走，改天嘛，好好一个工作找一下，去交房租嘛，儿子跟前，好好的签证一下，啊，你走吧。 Aka, yaxshi o'ynaylik, ha? Ularga o'zimizni obdan ko'rsatib qo'yaylik. Ma'qul. Anlasam Necat Terner maydonga qaytib kelibdi, ha? Men bugun maxsus uni ko'rish uchun keldim. Rahmat. Bularning hammasi Rananing to'kpisi. U meni qayta Terner bo'lishga rag'batlantirdi. Acamning ahvoli yaxshi-da? U rak kasali bo'lib qoldi. Sizlarning topshirgan pulinglar tugay deb qopti. Sizlar pulni topshirsanglar, biz davolashni davomli olib boralaymiz. Bo'ladi. Ijaraning pulini men hal qilaman. Mani sotsam, bir necha oylik ijara puliga yaraydi. Buni sotsang bo'lmaydi. Og'zingni yuma. Ey aka, buni satmayli. Bugun kechgacha pulni hal qilaylik. Uyning egisiga o'zim bir narsa deb qo'yay,